Hammaga salom. Kommentariyada mendan so'rashdi, bitta predmetni 2 marta olish mumkinmi? Shuni o'rganib chiqamiz. Olish mumkin bo'lganlari bor va olish mumkin bo'lmaganlari bor. Olmagan nimaga yaxshi? Xo'p, predmetlar har xil bo'ladi. Misol uchun, har bitta predmetni passivkasi bo'ladi. Misol uchun, mana misol uchun bizda uron, fizический ataka и скорость ataka 40-20% qo'shayotgan bo'lsa, agar buni 2 marta oladigan bo'lsak, bizga faqatgina mana shu qo'shiladi. Passivka faqat o'sha bo'ladi. Ya'ni misol uchun 2 ta olasizlarmi, 3 ta olasizlarmi, bu juda ham kuchli qilmaydi. Va qaysidir predmetlar bor, rostdan ham ishlaydi. Ya'ni passivkasi ishlamaydi, fizический uron ishlaydi. Misol uchun, чисто uron ishlaydi. Misol uchun, qaysi predmetlar, misol uchun mana bu bizga eng ko'p bu o'zi nimaga kerak? Bizga uron ko'paytirish uchun buni misol uchun biz 2 marta olishimiz mumkin. Chunki passivkasi 50% joniylidan kam qolganda ko'proq uron beradi. Passivkasi wow emas, o'shaning uchun biz чисто uronga 2 marta yoki 3 marta olishimiz mumkin, lekin 3 ta olish xato, chunki boshqa predmetlar ko'proq yordam beradi. Qaysi predmetlarni biz 2 marta olishimiz mumkin? Mana bu predmetni men 2 marta olishga harakat qilganman, testdan qilib ko'rganman. Bu predmet nima qilib beradi? Tigrilda har bitta o'ldirganingizga 30% ga ultimate'ni qisqartirib beradi. Men 2 ta olganman, shuni 60% ga qisqartiradimi desam, yo'q, faqatgina 15% ga qisqartirgan, 30% ni passivkasi ishlamagan. 3 ta olasizlarmi, 4 ta olasizlarmi ishlamaydi. Qaysi predmetlarda ishlaydi? Mana buni 2 marta olsanglar bo'ladi, chunki bu faqatgina uron beradi. Va buni olsanglar bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa uron. Undan keyin biz mana buni olsak bo'ladi. Chunki buni passivkasi muncha emas. Buni oladigan bo'lsak, biz 2 marta oladigan bo'lsak, 2 marta tezroq jon to'ldirmaydi. To'ldirar ekan. Bizda misol uchun 20% ringizni o'zi turibdi. 2 barobar emas u, lekin ko'proq to'ldiradi, lekin bizga 2000 yo'q, даже 3600 qo'shimcha jon beriladi 2 marta oladigan bo'lsak. Lekin 2 marta olish maslahat bermayman. Misol uchun bitta olganinglardan keyin undan ko'ra Oracle olsanglar bo'ladi. Oracle ham fizический, ham магический защита beradi. Keyin сокращение перезарядка, misol uchun ultimate'larni 10% ga kamaytirib beradi, ham bizga 30% ga tiklanishni yana kuchaytirib beradi. Mana buni 2 marta olganinglardan ko'ra mana buni olganinglar yaxshi. Xuddi shunaqa bu yerda misol uchun magическийda ham xuddi shunaqa. Mana buni olganinglardan ko'ra ko'proq misol uchun jezl olganinglar yoki misol uchun antihilli buni olsanglar ko'proq yordam beradi. O'shaning uchun zborkamizda 2 ta, 3 ta kristal bo'lmaydi. Har xil zborka bo'ladi. Chunki ham kristal qimmat, ham qolgan predmetlar passivkasi bo'lgani uchun ko'proq yordam beradi. O'shaning uchun agarda misol uchun 2 ta, 3 ta olmoqchi bo'lsanglar, vaziyat bo'ladi, lekin juda ham ko'p emas. O'shaning uchun olib, naborot o'zingizga qiyin qilmanglar. Olsa bo'ladi. Olib ko'ringlar, bir marta o'ynab ko'ringlar, yoqsa olsanglar bo'ladi. Hammaga xayr. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.